o'sha yerdagi shifokor demayman, bitta qotilda, to'g'risi, laqabi 5 kilo asal degani $500 pul degani. Hammadan kirib asal so'ragan, parol. Asal olib keldingmi deydi. Asal olib kelmasa, uni davolamaydi. Bilasizmi kim aytib bergan? Bolasi vafot etgan ona, tuproqqa ko'milgan ona bu voqeani menga aytib beryapti-da. Men bo'ldi, bolamni yo'qotdim, endi qo'rqmayman, endi gapiraman. Gapirib berdi. Meni o'sha Moxlaroyimda onasi kutib olib, bolnitsaga olib kirgani uchun sen aytib bergansan, sen unga aytib bergan deb qarangki, maqolamni o'qishar ekan, shunga ham rahmat. Lekin aybdorni topib jazolab, unga bir huquqiy chora ko'rishni o'rniga meni ko'lab yotishibdi. Hozir o'sha ayol aytayaptiki, bemor bolasi bor, aytayaptiki, hamma menga yomon qaraydi. Ming afsuski. 3 tadan inomarkasi borlar bor. Shohona yurganlar bor. Endi bosar tusarni bilmay qolganlar bor. Ana o'shalar haqiqiy jon fidokor vrachlarni ham yuzini qora qilib qo'yyapti.